Hurmatli chorvador aka-ukalar, shvedlarda originalidan boqaman degan obunachilar bormi? Sizlar uchun mana bunday haqiqiy o'sha jilovlanmagan variantlardan yetib kelgan. Originallardan, tozalardan narxi ishonavering o'ta ham qulay bo'ladi. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Narx-navolarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. 9-iyul Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda Asha arzonchi Optimchi Anvarjon akamizning xonadoniga yetib kelganmiz. Sizlar uchun shvedlarda o'sha originallardan, tozalardan, yosh variantlardan olib kelib qo'yibdilar. Videoni o'tkazib yubormasdan bittadan like bosib, videoni oxirigacha tomosha qilib turing. Sizlar uchun qo'ldan kelgancha chiroyli qilib birgalikda narx-navolarni yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Chorvador akalar, ukalar, hammalarni ko'rmisizlar, charchamanglar. Xudo xolasa, Abduloshim aksariyat bugungi shved. Doim mana shu kichkinadan boshlardik. Bugun Mashtalardan boshlab Mashtalardan ham ketaveramiz. Ketaveramizmi? Ishqibozlar bir boshida bir ko'rib maza qilsin. Bo'ldi-ku. Oxiriga o'tkazib qo'yibsan, buni deyishmasin, boshidan boshlab ketaveramiz. O tashak kirgan Abdulhoshim. Bizdagi hammasi naslga sut yo'nalishiga. Hammasi o'sha mini fermadan chiqqan mollar. Originallardan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana ko'ring, o'sha shvedlarda tozasidan, yoshroq variantidan bo'lsin degan obunachilar uchun ostilarni ham ko'ring, jonivorlar. Xo'p. Asli bular metrga soladigan majmuasi, lekin 85 plus 90 ga olishaverar ekan. Yakkami, jupmi bular? Bitta obunachini moli bir jup. Bir jup. Juplab qo'yib beramiz. Mana obunachilar, mana molni ko'ring. Molni ko'ring. Aytadi-ya, jilovlanmagan otqa ishqiboz bo'ladi ko'pchilik. Haqiqiy o'sha jilovlanmagan variantlardan ekan-da. Jonivor. 2 oylikka yaqin narsalar, bunisi 2 oylikka bormagan ham. 2 oylikka bormagan. 2 oy ham toza original. Xudo xolasa sigir bor odam olsa, yana ham go'zal ish bo'ladi. Chunki sigirga qo'shib qo'ysa qiyinchilik bo'lmaydi, lekin u tashakka ham kirgan. Ha, sut ham yemaveradi mahsida. Ha, sut ham yemaveradi. Sut vazida bular. Albatta. Xo'p, bu birinchisi. Birinchisi. Buni ikkinchisini ham ko'ring-da. 2 oy ham novvosi bo'ylashmasin, lekin xunojin. Faqat hali kindikli variantidan. Mana obunachilar. Mollarni ko'ring, haqiqiy yaxshi variantlardan olib kelibdilar bu safar bor. Xudo xolasa, vajlar hammasi original, toza narsalar mana. O'sha originallardan boqaman degan obunachilar bo'lsa, pullar ham ekrandan aloqaga chiqaverasiz. Ikkita toza narsa kelib qolibdi deb misol balandda kelmaymiz. Bularning narxini necha pulga berasiz? 25 million 500 ga telefon qilsa, sizlarga qilib savdoni qilib beraman. 25 million 500 ga? 500 ga. Kamini ham aytib ketasizmi? Bitta o'tib beramiz. Boshida chiroyli qilaylik, oxirigacha chiroyli qilib boramiz, xudo xolasa. Bunga 25 millionga telefon qilsin, ko'p bo'lmasa ham yengil xayriga o'tib beraman. Barakasini. Dastlabkilar vodiy bo'ylab, a? Dastlabkamiz vodiy bo'ylab kelishilgan holatda. Ikkita 3ta olsa, ikkita olsa Toshkentgacha ham chiqarib beramiz. Mana obunachilar yemoq-ichmoqni so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Buni ostini ham bittani ko'rsatib qo'ying. Ostilarni ko'ring. Jonivor. Xudo xolasa lekin ostilari ham, tutamlari ham o'ta go'zal variantlardan. Xo'p. Yana ikkitani bitta qilib qo'yib beraman. Yana jupa. Abduloshim 90 dan beraveraylik bularni. Narigisicha tikrog'i 90 dan beraveramiz. 90 dan bo'ylari obunachilar. Mana ko'ring. Xo'sh, yemoq-ichmoqlar bir hafta garantiya bor-a? Ha, yemoq-ichmoq sinovdan o'tdi. Yana bir hafta sinovga beraman. Mana molni kallasini nima deyapti obunachilar? Tuxum kalla originaldan qidirganlarga mana ko'ring. Hali shoqi yo'qmi deyman buni? Yo'q, shoqi bor. Bormi? Shoqi bor. Hali yoshiga to'lmagan-da bular. Sal oyaga yetib qolsa shoqi ham chiqadi, xudo xolasa. Mana obunachilar. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi bu. Mana ikkinchisini ham ko'ring. Shu noyoblari bugun keldi, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab videoni boshlashdan bosib tursa, ketdi. Ikkinchisi bu. Bu ikkinchisilari. Bular 23-24 yo'q narsa. 22 million so'mga savdoni qilib beraman buni. 22 million so'm bor. Ikkalasini 11 dan. 11 million so'mdan. O'tada qancha yetib bormi? Keyin beher ish qilib qo'ymak. Bularga ham 300 ming so'm kam berishaveradi. Ikkalasiga 150 dan 300 kam? 150 dan 300 ming kam. Barakasiniz. Telefon qilsa,
Yana savdosi bor albatta. Abduloshim yana chiroyli qilib savdoni qilib beraman uka. Gap yo'q. Keyingisiga yana ikkitami? Yana ikkita. Xudo xolasa hammasi jup, oxirida o'zi bitta yakkamiz bor. Bo'ldi. 6 ta shvet ekan-a? Xo'p. 95 dan beraveraman bularni. 95 dan. Hurmatli obunachilar, 6 dona shvetga yaxshi variantdan bor ekan, tozalaridan. Mana ham qarang. Sutdan qaytib, ertaroq qaytgan endi bular. Xo'p, ozgina og'riqroq bor, lekin toza vaj. Mana o'zi oyoq qo'ldan ham ko'rib olishaveradi. Hurmatli obunachilar, o'sha sutdan rosmana qaytgan hashakka rosmana kirgan variantidan ko'ring. To'liq o'tga kirgan, xudo O'tga xolasa. kirgan mana. Yegan sari endi o'zgaraveradi, xudo xolasa. O'zgaradigan davrga kelgan variantidan. Ostini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Mana ostilarini ko'ring obunachilar. Hammasi ham oq yelin. So'skalari 4 tadan, xudo xolasa. Lekin 6 tani bir joyga yaxshi variantda mollarni olaman degan obunachilar uchun 6 ta. Arqanga tushmaganda zagon narsasi hammasi ham. Hammasi zagonda yurgan variantidan ko'ring. Oq quloq, oq tumshuq variantlardan. Onalari o'sha mini fermada sutga ishlab yurgan onlarni bolalari, xudo xolasa. Oyoq qo'li ham uzun ekan-a? Birinchi qoringa ham xudo xolasa kam 15 ta sutga beramiz. Mana ko'ring. Jonlar. Ular ham baland emas. 24 million 300 ming berishaveradi. 24 million 300 ming. 24 ham deb qo'ying, to'g'rilab. Bo'ldi, sizni hurmatingizga 24 ga 300 ming sizni bonusingiz bo'lsa, obunachilar telefon qilsa, ularni ham olib qo'yganman. Chiroyli qilib xayriyaga o'tib beraman, ha. Barakasini bersin. Bular bo'yin nechidan dedingiz? Sen bo'yin o'lchadingmi? 95 plyusdan ekan, 95 dan olishaversa, 95. bo'yiga talashadigan narsa emas asli. Lekin 6 tasini hurmatli obunachilar, ishonavering, bitta obunachimizga realni tavsiya qilaman. Hammasi yaxshi variantdagilar ekan, jonlar. O'z hammasi qilay ekan hamda. To'liq ko'rsatib kelyapmiz. Formalarni ko'ring, mana uzunligini. Misol qaddi qomat, orqalari ham pachka, xudo xolasa. Yana ham bola bular. Kelajagi ertasi bor narsalar, xudo xolasa. Keyingilarga. Bular o'zi past metrga teng narsa ekan mana. Bo'ldi. Ko'rindi. 97, 96 dan ham olishaveradi. Bo'ylari 96-97 ga ketdi obunachilar birinchisiga. Bu Bu to'qol shekilli. To'qol qirg'izga germansk gibrid bo'lgani. Mana obunachilar ko'ring. Hop. Orqa kengliklari ham, yelkalari ham 50 narsa, xudo xolasa. Ular bo'ylari ham balandroq ekan-a? Ha, 1 metrga yaqin 97 dan olishaveradi. Bo'ldi. Faqat arqanga tushmagan, turuvdi bilmaydi-da. Ko'ring. Ko'ring obunachilar. Lekin sutdan qaytgan o'shancha asl tulovga kelib, mana tulasi mana shu bo'yinni holatda qolib ketadi. Hamma erti ham. Bo'ldi, birinchisiga bu. Buni ham juplaymizmi? Ha, buni ham jupi bor. Keyingisiga obunachilar. Qorasidan so'raganlarga. Shu qorasidan ishqivoziga har turidan olib kelib qo'yganmiz. Kimdirga qora tushadi, kimdirga shved, Kimgadir shved, kimgadir mana ola variantlardan. kimdir pulda ishqivoz, kimdir gulda ishqivoz deydi Abduloshim. Mana. Ketdi ikkinchisi bu. Jupiga nima deymiz endi bular narxini arzonroq qilib qo'yib berasiz-da. Sizni obunachilaringizga bomba qilib qo'yamiz. Bo'yi o'zi past bir xil ekan demoqchi edim. Xo'p, jupiga 24 million so'm xayr kamini qilib beraman. O'tib ketasizmi kamin? Keng. Sizdan butun bolasi butun ish qilayga Abduloshim. 500 ming kam bersin, 23 million 500. Yana savdosi bor. Yana chiroyli savdoni qilib beraman. 23 million 500 ming so'm narx aytilyapti, hurmatli obunachilar ko'ring. Albatta bu aytilayotgan narxlar savdo uchun. Telefon qilib bemalol talashib, tortishib savdo qilib olaverasiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, keyingisiga ishqibozlarga misol Shvetidan bular rossiyskiy forma, rossiyskiylari. Mana olasidan o'sha rossiyskiy boqaman degan obunachilar uchun. Buni ham 95 dan beraveraman. Bo'ylari 95 dan ketdi mana. Buni so'zi metrga yaqin ekan-ku. Bo'ldi. Pashti metrga yetgan hurmatli obunachilar. 95 dan olsa, Abduloshim. 95 dan ketdi jupi. Mana bu birinchisi. Bular ham shu sutdan qaytib, o'txashak kirgan variantda. Yegan sari qo'shadi, xudo xolasa Abduloshim. Ostilarini ham. Hammasi oq yelin. Oyoq qo'li baquvvat, shu korpus baquvvatidan boqaman deganlarga. Mana. Bu birinchisiga. Ola baroda ishqibozlar uchun.
Mana bu ikkinchisi obunachilar. Ikkalasini juplab olaman degan obunachilar bo'lsa, Hozir ham telefon qilaverasiz. Ikkinchisi. hammasini jup xil qilib qo'yganman. Mana ko'ring. Shu toza fermin narsalar. Bo'ldi. Ola qorasi ham chaypolmagan-da, mana e'tibor qilishsinda. Ola qorasi ham birday tushgan. Ostilarni ham ko'ring obunachilar. Buni puli ham yengil ekkoni. Hani jupiga necha pul bo'ladi endi bular? 24 million 300 ming berishsa, ekkoy ham ketdi. Buni ham Vodiy bo'ylab. Buni ham 24 qilib qo'yaveramiz. Bo'ldi 24 ga Aha. yana chiroyli qilib savdoni qilib beraman. Barakasi. 24 million so'm hurmatli obunachilar, Ola Baroda rossiyskidan so'ragan aka-ukalar. Bir joyda bo'lsa Abduloshim endi xo'p. Buni plyusi bor. Aha. Narigini o'zini olaman desa, minusini ham qilib beraman. Narigisini minusi bor, buni plyusi bor. Plyusi Plyusi qancha? bor. Ko'p emas, 500 ming plyusi bor. 500 ming minusini ham qilib beraman. 500 plyus, 500 minus obunachilar. Hali tarozni o'zim tomonga o'tirib olmaydi-da. Aha. 500 ming plyusini qilib bersam, barobar 500 ming minusi ham bo'ladi. Ag'i ham, bag'i ham teng bo'ladi. Ketdi. Endi mana bunday Abduloshim hozir shu sovetskiy shved originalini boqaman deganlarga mana. hurmatli obunachilar bo'yini ko'rib turibsiz. Biri 10 ga yaqini, biri 7, 8 ga beraveraman. Bo'ldi mana. Biri 7, biri 8 ga ketdi. Mana orqalarini ko'rsating endi, korpusda. Jonivor, mana molni ko'ring. Orqa kengligiga ham alohida e'tibor bering. Yelka bilan bo'yin holat bir xil tapa deyarli. Jonivor. Lekin bola 6 oyga to'lib 7-oyga qarab ketyapti. 6-7 kallani oylik ko'ring. variantidan obunachilar. Shu men qitmiridan, o'ta go'zalidan boqaman deganlarga beramiz. Narxi necha pul buni? Narxi ham bomba 20 dan ozgina pastroqda. 18.500 ga telefon qilsa xayriga o'tib beraman. Shunchasidan o'tdingiz bu. Oxirida ham bitta o'tib bering. Bunisi ham behayrib qolmasin, Abduloshim. Albatta. Nari sir ham sotiladimi yo u? Ishqivoziga sotamiz. 10 ta suti bor. Aha. Toza original shved bu ham. Uni narxi necha pul? Narxini ham aytib ketaylik ana shuni. Narxini 15 ga beraman uni. 15 ga qisira. Qisir chimaydiroq lekin. Ey bu shu xolos. Bo'ldi. Lekin zotga ishlaveradi. Zotga boqaman degan Biz obunachilar bo'lsa, zotini olib yuribmiz. Bo'ldi. Buni narxini endi o'tib bering. Hop. Bunga butun ish qilaylik. 18 millionga telefon qilsa, Barakasini bersin. ko'p emas lekin kichigina yo'l qo'yib qo'yamiz. Mana obunachilar. Savdosiga. 18 million so'm savdosi bor hurmatli obunachilar. Bugunga shular Anvarjon aka. Bugunga shular, xudo xolasa video manfaatli bir chiroyli bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yasiz. Bozor kunga kutitsin, xudo xolasa go'zallardan olib kelamiz yana. Yana yangi portal yetib keladi. Zo'ridan zo'ri kelaveradi Abduloshim. Mana hurmatli obunachilar, mana shu Anvarjon akamda har doim xunojillarda o'sha sifatlilari yetib keladi. Alloh ko'ring. Bular charchoq bor ekan, yengila. Charchoqda, xudo xolasa yeb ichishni ko'rdim. Mana obunachilar. Yana bir hafta sinovga beramiz. Kimga mana shunday variantlardan kerak bo'lsa, hurmatli obunachilar, ana shu ekrandan nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.